Piyozni qizartirib oldi, qoraytirib, go'sht soldi. Endi xudo xolisa hozir go'sht qovuramiz, piyozni yeb qo'yadi, keyin sabzi solsa bo'ladi. Piyozni yedirib olmaguncha sabzi topilmaydi. Hamma maza o'sha paytda bo'ladi. Oshimiz qo'y go'shtiga xudo xolisa. Mana qovurish jarayoni ketyapti. Mana bolalar sekin-sekin yig'ilyapti. Yosh bolalar faqat dizza yegani kelishyapti, dizza. Ichiga solib beryapmiz. Non bilan jizzani maza qilib yeyapti bolalar, yosh bolalar. Dizza yaxshi ekanmi? Dizza yaxshimi?